After traveling through space for more than 6 months and crossing 300 million miles, InSight has reached its destination, the red planet Mars. Welcome to Mission Control at NASA's Jet Propulsion Laboratory. I'm Ye Hill. Less than an hour from now, InSight will begin the most harrowing 6.5 Assalamu alaikum. entire mission. EDL. Yaxshi erkenga qanday yaxshi to'limi bek aldirash bo'lib ketdilar. The Bluetooth device is ready to pair. Marsga mashinani qo'ndiramiz deb biroz aldirash bo'ladisizlar. Shundan bo'lsa men millatimizni, xalqimizni bu ishlardan xabarda qilaylik deb naq maydondan urib hozir abay bir qancha minut to'xtatib qo'ydi herhalde. Nima masala olduğunu bilmayman. Naq maydon shu NASA'ningki naq maydon taqitishi, ammo hozir boshladi. Buningdan biroz o'zlari bir tushuncha berib xalqimizni xabarda qilgan bo'lsalar, biz bu texnik bu bilim masalalarida bilib olsak deb o'yladim. Yaxshi qildingiz ukam, rahmat. Men texnikan uzatib ishxonada qilib boqay deb o'ylab. Nima telefonni qo'limda tutib olsam, bosh telefon boshqalar ketib qiynalib turgandimda. Hozir qo'nab bo'ldimi yoki yo'q, qo'nib bo'lmadi. Yine bir soatlik vaqt bor. Hozir nim qotudasimiz bu. Hozir birdamdan keyin shu InSight'ni ko'tarib menayotgan olam ushqurdimi kameralar borcha. Birdamdan keyin uni ko'rinishi shu kamera o'tkaydi. Aşağıdaki aslan boşluğundaki qandaq menayotganligini ko'rsatishga boshlaydi. Hozir shuni tayyorligi hazır. Endi oldin deb qo'ygan bir narsa abatdan o'tib tushuncha berib qo'ydim men Facebook'da. Mashina Marsga qo'ygan eng oxirgi 7 minutda 3 qadam bosqichni besib o'tdi. Uning birisi kirish, ikkinchisi tavallash, uchinchisi qo'nish. Kirish degani Marsning atmosferasiga kirish. Bu bir alayda bosqichni chiqarsangiz, atmosferaga kirishdan burun olam ushib qadar tutuluq ushirmaydi, olam bo'shlig'ida ushib ketaveradi. Endi atmosferaga kirgandan keyin uningga havoning to'sqinligi va havo bilan olam ushqurdagi sirkilishi bilan bu olam ushquri intayin qattiq qizib ketadi. Oldidagi olam ushquridagi shu havo qarab bo'lgan qismi bir taxs shaklida bo'lganda bu bir ozroqcha yantulug'i bor. Yantulug'i taxs shaklida men tushuntirib berdim 12 gradus. Bunun yasagan bir taxsi var. Bu bulunma intayin inişkilikle hisoblab chiqilgan. Agar u bulun undaki chiqib qolsa, bir ushli bo'lib ketsa, u taxsa olam ushquri bek tez minib ketib, bu olam ushqurining temperaturasi 1000 gradus. Bundan çoğun qasa, tez qasa u taxsa havoniki sirkish kuchidagi tutpaylidan bu olam ushquri keniga qalqib ketib qoladi. Marsga mangmay shuni inishga hisoblangan. Endi shu bu atmosferaga kirish bosqichi, undan keyin atmosferaga tavallash bosqichi, eng oxirgi tinish bosqichi. Shu 3 bosqichga jami 7 minut vaqt ketadi. Shu 7 minut jarayonida olam ushquri bilan yer yuzidagilarning aloqasi uzilib qoladi. Bu 7 minut jarayonida olam ushquridagi kameralar qat'iy ishlamaydi. Shuni bu 7 minutni terrorlik 7 minut deb ataydi odatda NASA'dagilar. Nima qilsangiz shu 7 minutning ichida olam ushquri normal tuvalla atamda yo'q, buni hech kim bilmaydi. Hech qanday signal kelmaganligi uchun. Anayt qo'rqinchli 7 minut, 7 minutdan keyin anadagi uniki muvaffaqiyatli qo'nganligini bilamiz. Shunga olam ushquridagi naq maydon ko'rinishimi shu 7 minutda to'xtatib qilish mumkin. Ko'rinmalar bundan xabardor bo'lib qolishlar oldin. U qo'nashning oldidagi 7 minutmi? Shundoq. Shu Marsning yuziga atmosferaga kirib Marsning yuziga qo'nib bo'lishdiki, bo'lgan 7 minut vaqtda
bütün signallar üzülüp kalıyordu. Maşinalar yeryüzündekiler otursadakine. Unda olganda biz 7 minutgacha hech qanday narsa ko'rolmay bu hisobda. Shunday, men bu NASA televizorda boshqa narsalarni bilib turdi deb o'ylayman. Lekin mashinaniki naq maydon ko'rinishini ko'rmaymiz. Unda o'zi biz naq maydonni ko'rsatish uchun shu 7 minut saqlashimiz kerak ekanda. Yo'q, u dastlabda boshlanib bo'ldi naq maydon. Boshlanib, oraliqda shu 7 minut üzülüp gelip onun lekin biz Mars'daki bu tekshirish mashinasidan Mars yüzündeki ko'rinishini ko'ramiz ondaki. Ay konuşninki ahvolini aniq ko'rsatdimmi? O yerga dastlab bo'lgandan keyin ahvolini aniq ko'rsatdi. Yerga dastlab bo'lgandan keyin yerga emas Marsga. Marsga dastlab bo'lgandan keyin onlarga kameralar ishlashga boshlaydi. Şu çağda bitmek meydandaki ko'rinishlarni ko'ra olamiz. Ya'ni qo'ngan altini ko'rolmaymiz. Yer Marsning yuziga qanday tagdi bu yerlarni ko'rmasligimiz mumkin. Ya buning hamda u olim texnik jihatdan uningga bir amal qilib bo'lmaydi tanga masalan shu narsani. Hamda nima qilish uchun osmondan tushayotgan vaqtdagilar ko'rinishlarni video aldığan yem bir üskününü aldım mağdurub koysa buldu. O nurgum paketi da. To'g'ri. O mu yeni bir tür qolgan gapdan. Ben onu bilmegenden keyin ham demiştaq so'rayman. Ondan kechirasiz. Yo'q, shu qas yo'q. Hozir ham shu inglizcha to'xtamay tushundirib oldin ko'rinishlar turibdi ama kompyuterda chiqargan ko'rinishlarni. Endi u amaliy ahvolga yaqin. Münafağına ait yakın bulundu. Yani şu 7 minutlik erişim imkaniyeti bulmağaçqa bunu aldığın kompüterden çıkarıp başta kıtlayıp durdu. Düşündüm. Bunda olğanda hazır bu oylıqı vaqtni keyingi sanayotqanda o vaqt hazır yo'qolib ketdi herhalde. Faqat hazır ma şu kontrol uyini bir vatıda o kontrol uyidagi ahvollarni. Birdamdan keyin osmondagi ahvolga tushish mumkin. Vaqtchi biz shu yayın shu naq maydondan sizlar so'zlab to'sli biroz vaqt chiqib ketamdi yoki biz bir uzib o'tib shu nimga yaqin bir achaylimi uni sizga. Sen şu osmon chiqqancha ochsaqmi mayli. Şu Marsning osmoni ko'rinishga boshlaganda ochsaqmi mayli. Ammo hozir men vaqtni yo'q qilib etdi. Masalan, sizlar bilan biz bilmaymiz qachon. Menimcha yana 40 minutlik vaqt bor. Artık Mars'ta kundağanga. Osmanlı kaçan bir işe başlaydı o tarzda ben onu bilemedim. Tamam. Lekin şu hazır bir atkan görünüş. Yani şu osmondagi ahvolni bir degan ko'rinishning boshlanish qismiymiş şu. Albatta. Yoki ham sizga sharoit to'g'ri kelib qolsa, shulardan biri tarjima qilib beradimlar. Şu men hozir tushib boshlagan chog'da bo'lgan ahvollarni tarjima qilish boshlayman. Hozir men u aklımızda chiqayotgan ko'rinish bizning idoradagi kontrol markazi ko'rinish ma'lum. Bo'ldi. Ammo yani ben menga başarılar bir ko'rib keldim. İdora muxbirlar tush ketibdi. Neticede muxbirlar uylarini tayyorlab qo'yibdi. Bugun bizga imkon baqalayam qalmamoqlar. Bexatarlik uchun deganda men bu jarayon boshlashdan burun bilmayman olay deb aytgan menga majmuachilikni tatib qilib oldim. Chiqilib degan bizlarga amalan bekayachanda ammo adam ozroq degan bizni imkon bo'lsa yo'lda ishlar idoradagi adamlar ko'p bo'lib ketmasin deb degan. Lekin men shu chetalik vatandoshlarga chiroqlasini deb idoraga kelib oldim. Kelib deganda ozroq idorachida menga muxbir va yerlarni biroq ko'rib yursimga videomi oldim. Lekin uni Facebook chiqarishni sal ehtiyot qildim. Boshqa chiqarib qo'yib men chiqarib olmaydi. Bizniki tuzumimiz var. Biz de muxbirlarga o'zimiz bilgancha qilsak bo'lmaydi. Perspektiv bor odamlar bor. Bizning idoralarda shu maxsus muxbirlarni ko'rishga ajratib qo'ygan odamlar bor. Faqat shu odamga qilolmaydi. Ya tuzum bor.
yoki masalan mushum ishlarninki jarayonini biroz so'zlab bersa qanday bo'lar? Masalan. Endi bu hozir abatdan muxbirlar bilan bo'lgan suhbatlarni, savol javoblarni ozroq ko'rdim men. Ko'pincha savol nima desangiz, bundan sonraki bunday mashinani Marsga mandirishdagi sabab nima? Nima maqsadga yetmoqchi degan shu savollar ko'proq so'raldi. Nima uchun shuncha jiq pul xarjlab Marsni tekshiramiz bizlar? Buning asosli maqsadi endi yer shariga o'xshaydigan qattiq toshdan tuzilgan bizga biroz yaqin berish biroz oson bo'lgan planetalardan Mars bor endi. Burun Marsda suv bo'lgan. Hozir Marsning yuzidagi tosh qumlar qarasangiz, xuddi yer sharidagi denizning ostidagi tosh qumlar o'xshaydi. Shu burun Marsning yuzida suv bo'lgan. Keyin u suvlar qurib, ostidagi yuzida suv yo'q bir planetaga aylanib qolgan. Shuningdek, Marsni yer sharining qiyroq bir nusxasi deb tushunish mumkin. Yer sharidan burroq vusq kelgan, paydo bo'lgan, anadan burroq qirib ketayotgan. Masalan, yuzida suv bor, hayotga yashagan bir davrdan suv yo'q, bir quruq planetaga aylanib qolgan, davrga kirib qolganda hozir. Shunga biz NASA'ni tadqiq qilmayman, NASA deyman. Marsni tadqiq qilish orqali yer sharida bundan qanday o'zgarishlar bo'ladi, buni faraz qilamiz. Bu NASA'niki bu ishlarga nurplajir qilishga sabab shu. Marsni tadqiq orqali yer sharida bundan qanday o'zgarish bo'ladi. Bunun qanday shakllangan, bundan qanday o'zgarish bo'ladi. Mushtarda intayin qimmatli uchurlarga erishgan bo'ladi. Asosiy sabab shu. Bu qatim shu 5 metrdek teshib kirib Marsning yuziga. Andiki uniki modellarniki tarkibiy qismi, temperaturasi qatorliq bir qism muhim uchurlarga erishmoqchi. Bu qatimki bu qurilishniki maqsadi shu. Yani o Marsga qarab turib yer sharining bundan keyingi o'zgarishini asosiy maqsad shumi, o'zgarishini ko'rish. To'g'ri. Bundan keyin qanday o'zgarishlar bo'ladi? Masalan, insonlar yashaydigan hozirgi sharoit yana qanchalik vaqtda davom qiladi degan narsa to'g'rilik qimmatli uchurga erishgan bo'ladi. Endi koinotdagi barliq planeta, yulduz sistemlarining hammasining umri bor. Ular cho'ng portlash bo'lib, ma'lum vaqtdan keyin shakllangan. Endi ma'lum vaqtdan keyin yulduz portlab, uning atrofidagi planetalar vayron bo'lib, umri oxirlashida endi. Bizdeki quyosh sistemasi mana shunday. Bizniki quyosh sistemimiz, biz yashayotgan quyosh sistemimiz shakllangani hozir 4,5 milliard yil bo'ldi. 4,5 milliard yil. Xabaringizda bor, cho'ng portlash yuz bergili 13,7 milliard yil bo'ldi. Cho'ng portlash bo'lib, uningdan 9 milliard yil o'tgandan keyin ondan bizning quyosh sistemimiz shakllangan. Shunga hozir bizniki quyosh sistemimiz 4,5 milliard yil yoshga kirdi hozir. 4,5 milliard yoshga kirdi. Ömründeki 20 tüp oldu. Yine 4,5 milyar yıl yaşaydı bizim quyosh sistemimiz. Endi quyosh sistemimiz qaraganchaqda yer sharining ömrü sal qisqaroq bo'lishi mumkin. Shu Marsga o'zgarishga qaraganchaqda. Nima qilsangiz Marsmi quyosh shakllangan vaqtlarda shunda sal keyinroq vaqtlarda shakllangan bir planeta. Hozir uning ustida jonliqda yashamaydigan bir xil ahvollar vujudga kelib bo'ldi-da. Endi yer sharida insonlar yashaydigan ayın qanchalik vaqt qoldi degan narsani tushunish uchun shu Mars tadqiqotlar keladi. Bizniki quyosh turayotgan yulduzlar sistemasini Samanyuli galaksiya deb ataydi. Galaksiya degan shu yulduzlar to'pi degan gap. Koinotda intayin ko'p yulduzlar to'pi bor. Burun 100 milyard
galaksiyadan 400 milyard galaksiyagacha bor deb faraz qilgan. Yaqinqi tekshirishlar bu kainotdagi galaksiyalarning soni 2 trillionga borganligini hisoblab chiqdi yaqinda. Galaksiyalar chiq. Onun içindeki birisi biz turvatkan Samanyolu galaksi. Andaki Samanyolu galakside 200 milyar yıldız var. Bizimki kıyas sistemimiz şu 200 milyar yıldızındaki birisi endi. Bu şu yıldızda ayrılatkan 8 planet var. Yaşarı onun birisi, Mars onun yeni birisi. Mars kırağında biz kıyasla yıkırak. Şuna yaşarın temperatürüsü hazır. Biz o'xshash misatchanliklarni yashishi muvofiq keladi. Mars bizdan jiq so'g'oq. Undan keyin kecha bilan kunduzniki temperatura farqi intayin zo'r. 150 gradusdek farqlanadi kecha va kunduzning temperaturasi. Shunga u yerda hozir qatorda birajjanliklar bayqalmadi. Mana hozir ko'rinish chiqyapti-da, albatta men ular tushuntirib qo'ygandim buni. Shu mashina qunishdan burungi ko'rinish ma'lum. Dastlabda o shar bilan ma'ala mushkuldagi asosli badani ayriladi. Undan keyin uningdan qarasimiz astidagi dastlabda o issiqlikni tutib turadigan taxta arildi. Undan keyin parashyut arildi. Hozir nima 3 buti asosli badani bir kichik motorlar bor buning ustida. Nihoyatda qattiq ittirib turadigan patlab chiqqan gazlarni chiqaradigan şunun gücü bilen asla kundu yani. Bugün bulduğun ceryan, maçtak bir ceryan. Ama ma kısmını göremeyimiz öyle. Evet, ben degendek. Yetmedek vakitini göremeye kalmış. Şundan. Hem de hazırki Mars'ın ömrü toğrusunda bir inik bir nesi var mı? Nemenin? Yer şarının ömrü toğrusunda. Yer şarında adette eğer anlı yıldız patlap gelse onun etrafındaki planetalarını öz orbitisida tutib turadigan kuch yo'q edi. Hozir bizniki Quyosh bor, atrofini aylanayotgan 8 planeta bor. Bu planetalar intayin yuqori to'g'rilik darajasida har kuni, har yili o'xshash bir orbitada aylanib turadi Quyoshni. Bundaq harakatni shu Quyosh va planetalar o'rtasidagi tortish kuchi keltirib chiqargan. Eğer Quyosh portlab ketsa, yer sharini burungi orbitda tutib turadigan kuch yo'q edi. Shuning bilan u planetalarning umri shunday oxirlashadi degan gap, bir-birlariga so'qishishi mumkin yoki Quyoshning portlashidan kelib chiqqan nihoyatda kuchli o'tniki ta'siri bilan kuyib ketishi mumkin. Ashtaqa ishlar yuz berib planetaning umri tugaydi. Endi bu ahvol qachon yuz berdi? Endi bu 4,5 milyon yıldan keyin aş bo'ladi degan gap endi. Lekin men degandek Mars gerçi portlab yoki boshqa ish bo'lib yo'qolib ketmagan bo'lsa-mu, uniki coğrafiyalik muhiti butunlay o'zgarib, burunqidek ustida dengiz va bir holatdan asqardek bir quruq planetaga kelib qolgan. Shunga insonlarniki yer yuzida yashash vaqti 4,5 milyarddan azroq bo'lishi mumkin. Lekin u to'liq men bir aniqlikni ko'rib baxmadim hozir qadar. Başqa planetlarning cho'ng masalan, undaq bir oldin faraz qilgan. O boshqa planetlar to'g'riliq siz bilsiz, meniki hozir nasat qilishim jonliqlar bor bo'lish ehtimoli bo'lgan tashqi planetalarni topadigan, bevosita ko'radigan olam teleskopi yasash ishi bilan shug'ullanaman hozir. Hozirgi planda 2035-yillari jonliqlar bor bo'lgan tashqi planetalarni bevosita ko'rishimiz mumkin. Yine 20 yıldak vakitden keyin. Hozirgi farazlash shu o'lchar. Biz hozir qadar bir tashqi planetalarni bevosita ko'rib bo'lmagan bo'lg'achqa, u to'g'risida aniq uquvchi yo'q. Tashqi planetalardan 4,000 dak planeta bayqalib bo'ldi hozir qadar. Onun ichida shu yashar o'xshash jonliqlar yashash imkoniyati bor planetalarni bor hisoblab chiqilgan. Lekin ularni bevosita ko'rib, ularniki yüzdeki temperatura, hava, su
ahvollarni tekshirib aniqlab bo'lolmadi. Shu to'g'ri bizda hozir uchur yo'q. Bu yerda qarindoshlarimiz avval bu erkin kam qini deb so'rabdi. Ay mashinaning ichiga kirib oldimi qini o'zimga men rasmingizni chiqarib qo'ydim, ammo rasmga ishonmayotdi bular. Biz rasmga ishonmaymiz deydi. Biz ma parangni ishxonamni turib parangyapmiz. Ma ishxonamniki ichini ko'rsatsak bo'lmaydi. Biz ishxona ichiga setkilar kirmaydi bu yerga. Shunga degan o'zim chiqolmayman, shuni kechiringlar. Ovozimdan tunisha olam mumkin endi. Shuni degancha kechiringlar meni. Ovozimdan farq etib olinglar deysiz. Shunaqa. Ondan keyin ikkinchi savoli Marsni biroz tushuntirib qo'ygan bo'lsa deb, Marsni tanib olsak. Mars yer sharidan juda kichik. Juda kichik ashtaq bo'lg'achqa Marsni qaplab turgan atmosferami yer sharidan juda oz. Marsniki yüzünü qaplab turgan atmosfera yer sharini qaplab turgan atmosferaning 10%iga to'g'ri keladi. Mars kichik bo'lganligi uchun uning ta'sir kuchi ojizroq yer shariga qaragan chog'da. Shunga yer sharida 100 kilogram kelgan odam Marsga borsa, mening esimda qilishicha 10 kilogram keladi. Siz yer sharida 100 kilogram kelib, Marsga borib uzun yillar baqsangiz 10 kilogram kelasiz. Marsniki ta'sir kuchi oz bo'lganligi uchun. Meniki esimda qolgan shunaqa bir tekshirib boqayman, ishtiqchimi? Xato gap qo'yaman. Bo'ladi. Men qolganini naq maydondan ko'rsatib turib o'tirmiz. Qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, naq maydondan NASA'ningki o'zining taqitayotgan naq maydonni sizlarga bo'lib taqitayotimiz Uyg'ur qarindoshlik studiyasi tarafidan. Qanday savolinglar bo'lsa, bizningki mutaxassisimiz, doktorimiz, dunyoda boshqa jonliqlarni izlayotgan bizningki birdan-bir Uyg'urimiz, xalqimizdan chiqqan olimimiz bizga naq maydondan tushuntirib beryapti. Savolinglar bo'lsa, telefon qilsanglar yoki so'rasanglar bo'ladi. Ben sandı taptım. Eğer bir adam yer yüzüde, yer şarida 100 kilogram kelse, Mars'a bakanda 38 kilogram keldi. Simizlar köbrek bası bulduğu yer. Bedinizde bahanesler özgermeydi, şu eğiliniz. Cindi kıldığa eğiliniz özgereydi denget. Uruk göstermeydi yani. Nasıl faydası yok ki. Rahmet, Allah razı olsun. Ondan başqa o'tganda siz bir o'tgangi programmada bir gapni degan ashyoki bir jonliqlarningki bo'lish ehtimolining kuchlikligini. Uni bir ilgirlash bo'ldimi yoki? Yo'q, u Mars nima NASA'niki keyin shu Marsdagi sun'iy ahvolni yana tekshirish planlari bor. Hozir nima bo'ldi desangiz, Marsniki shimoliy qutbida muz var, yani kalın muz var. O muzun teşip içi girseniz su var diyen gap. Şu suda canlılar var buluş mümkün degan mo'ljallar o'tirib qo'yilib oldi. Bir vaqtda Marsning yuzida oqqan azroq suv bayqaldi. O'shmaga vaqt tatgan restoranni seçtiş orqali, lekin u suv tuz moddasi, tuzning tarkib qismidan yuqori ekan. 90-95% tuz kende o. Şu usulden canlıqanı buluşu mümkün emas. Hozir sal ümit kutayotgani şu şimal qutbidagi muzning ostida cho'qim canlıqlar bor bo'lishi mumkin deydi. Uni tekshirishga maxsus boshqa qurilish yapamiz bo'lmaydi yoki. Shu muzga qo'nib teshib suvning ichiga kirib tekshirgan. Men hozir ko'rsatuvda ya qarasangiz. Asli ko'rsatuvda Şunu o'xshash buni ikkinchi tekshirish plani bor. Lekin u yerdan muzning ostida odamga o'xshash jonivorlarning bor bo'lishini tasavvur qilish qiyin endi. Lekin jonivor narsalar bor bo'lishi mumkin. Xo'sh, aziz qarindoshlar, erkin kam savollarimga bir boshdan javob berib mengotdi.
Bir qarindishimiz yana burunqi bir davomliq Uyg'urlarninki qarindoshlarimizni so'raydigan savoli boshqa jonliqlar bormi degan narsaga qiziqadi. Asli sizning xizmatlaringiz shu Uyg'urlar eng qiziqadigan xizmatlarning birisi. Hammadan intizorlik bilan kutyapti-da bir jonliqning chiqishini. Shu deymiz to'g'ri. Bu savolni menda ko'plar so'raydi. Hozirga qadar tashqi plantada yashaydigan bir canlıq bulubmu adam o'xshagan canlıq olsun yoki boshqa canlıqlar bo'lsin birasi bayqalgani yo'q. Kishilar har xil shakldagi canlıqlarni faraz qilib kino ishlab nurg'un narsalarni ishlab chiqaryapti. Masalan, yulduzlar urushi degan kinoda biz har xil bir odamlardan tortib ko'ramiz endi. Bularning hammasi faraz qilib yasab chiqqan narsalar. Lekin amaliyotda hozir qadar bir tashqi plantadan kelgan bir jonliq bayqalgani yo'q. Undan narsani bir odam ko'rib boqqani yo'q. Haqlar ushar taqsa ne ko'rdim, ona narsani ko'rdim, bunday narsani ko'rdim deb o'tiruvchi odamlar intanchiq 2000 dak odam bor hozir qadar mening bilishimcha. Lekin uni nasab tekshirib keyin ularniki hech qaysi putirib turolmaydiganligi nima aniqlab chiqqan endi. Shu ushar taqsa degan narsalarmi hozircha bir xil parazda. Uni rasmiy bayqalgan narsa emas, isbotlangan narsa emas. Xo'sh, Amerikaning Marsga ko'chish plani bu qitimliq tekshirishda bir bog'lanishi bormi deydi. Bu qitimliqmi shu mashina? Endi uzun muddatli o'ylagan chog'da shunday planniki bir qismi deyish mumkin. Endi hozir qadar NASA insonlarni Marsga ko'chiramiz deb aniq bir planni o'tirib qo'yib uni ijro qilayotgan ish yo'q hozircha. Nima ish qilsangiz hozircha yer shari undaq cho'ng xatar ostida emas. İnsanlar boshqa tushmasi bo'lmaydigan darajada xatar ostida emas. Lekin bu Uyg'urlarga tunush bo'lgan angliyalik olim Steve Hawking odam tuyab ketdi. Bir yildan oldin tuyab ketdi. Shundan burun bunda bir narsa o'tirib qo'ydi. Bu odam deydi, yasharda insonlar yana 1 yoki 2000 yilda yashay olishi mumkin deydi. Nima ish qilsa hozir yashardagi muhit o'zgarishi intayin tez bo'lyotdi. Burun muzlamaydigan bo'lib ketdi. Qushlar ba'zida bak isib ketadi, ba'zida sovib ketadi. Yasharda bir xil ekologiyalik buzilish yuz beryapti. Lekin insonlar nayte kuchli qurollarni yasavatida atom bombasidak. Mushunaq insonlar keltirib chiqargan balo qazolar tufaylidan yasharniki insonlar yashaydigan muhiti yana eng ko'p bo'lsa 1000 yildan 2000 yilgacha bo'lishi mumkin. Undan keyin insonlar boshqa bir yashaydigan boshqa bir tapis bo'lmaydi degan bu gapni Steve Hawking o'tirib qo'ydi. Lekin NASA hozir qadar bu jihatda bir rasmiy bir plan tuzib, planni ijro qilishga boshlagan ahvol yo'q. Unda Marsga bo'lgan tushuncha qancha cho'nqurlatsa, keyin Marsga odam ko'chirish ishi shuncha oson to'xtaydi degan gap. Buni bilan ayirib qaralib bo'lmaydi. Lekin NASA hozircha bu ishga narsani bog'lamaydi bilasiz. Hozircha bog'lamaydi, to'g'ri. Ya bir qarindishimiz nima deb Marsga ham eslab olamiz boshqa planet yo'qmi deydi. Endi Quyosh sistemida 8 planet var. Bunun 4 taş planeta, kalan 4 gaz planeta. Taş planetalar Quyoshga eng yaqin planeta Mercury, ondan ikincisi Venera, üçüncüsü Yer şari, dördüncüsü Mars. Mars'daki atraf görürsünüz Jüpiter'e varsınız. Jüpiter'den tatip kalan 4 planeta. Jüpiter zaten Qatarlı kalan 4 planeta gaz. Yani o gaz planetada canlıların yaşayalışı ters endi. Muskilden soğuk bu ya. Şu uyan taşırış kıymet yok. Uyan taşırışın kıymeti yok. Yani Mercury ile Venera intayin sık. Ular Quyoshga yakın başka intayin sık. Uyarda mı su
su gazlarning bo'lishi bir masala, undan keyin temperatura jarliklarning yashashiga muvofiq kelmaydi. Shunga o'sha planda odam tekshirishning ancha qiymati yo'q. Shunga hozir Mars ko'proq tekshirish kerak shu. Ba'zi odamlar Veneraning osmoniga mehmonxona solib, sayohatga odam olib borish ishlarini planlayapti hozir. Undaq adamlar bormi, Veneraniki yuziga qo'nolmaydi ular. Yuziga qo'nmay, osmonda leztib qo'ygan shar mehmonxonaga tushirib, shu yerda necha kun tug'izib qaytib akilgan planlarni tuzatadi ba'zi shirkatlar, shaxsiy shirkatlar. Mesela planlar bor. Mushundaq sabablar tufaylidan Mars insonlarniki tekshirish uchun eng yaxshi kandidat bo'lib qoladi. Yani ticari meseleler var yani ortada. Aslında o Veneraga sayahat yapırış o pul tepiştiği maksat kalan bir şey. Sılnangca o ro'yab chiqadigandak turamdi o ish. O işe kırıldı. Hozirgi masalan bir necha cho'ng shirkatlar bor. U xususiy shirkatlarda shu koinot sayohatini yo'lga qo'yish uchun tirishayotgan. U shirkatlarning planida 1 million odamni koinotga chiqarish plani bor. Bu 1 million degan vaqtida ko'pincha sayohatchilar undan boshqa shu koinot bo'shligiga tajribaxona qurib, shu yerda bir qism tajribalarni ishlash, ayning ustiga punkt qurish masalan planlarda shu shirkatlarniki shu planlarning ichida olam bo'shlig'i sayohatini yo'lga qo'yish bir muhim tarkiy qismni egallaydi. Tarkiy qism bo'lgan. Bunun tenleri bek üstün bolamdı yoki unchidan bu? O albatta. O'tganda men ba'zi narsalarni yezib chiqarib qo'ydim. Shu sayohatchilarni olam bo'shlig'iga olib borib, yer yuzidan bir 100 kilometrdek egizlikka olib borib, 1 soat aylantirib, qaytirib tushirish ashuni planlayotgan shirkatlar bor. Hozir qaysi shirkatlarga isib qolibdi, Orionmi yoki yana bir shirkat bormi? Tesla'ni qurgan, yasagan shirkatniki bir qismi shu Tojikistondan chiqib qoldi. Sizni osmonga chiqib, 100 kilometr egizlikka chiqib, 3 soat shu yerda aylantirib, yondirib tushadigan bir sayohat ishini yo'lga qo'ymoqchi bor yaqinda. Ehtimollar bo'lishi mumkin. Shuni qilishniki biletning bahosi $400,000. $400,000 ekan, uningga hozir odamlar uchrab turib ketdi hozir. Biz chiqimizdagi odamlar. $400,000 uchrat odam bor sizlar. İşte men bu yerda bugungi bu nimaga pek munosabatli bo'lmagan bir narsa so'rasam, chunki pek qiziqaman. Bugungi hozirgi bu shaxslar pek uchqurlarni jiq yasayotdi. Mayli amerikaliklar olsun, mayli yevropaliklar olsun, o'zi motorlarni saplab taq liniyalik manda uchadigan narsalarni jiq yasab chiqyotdi-da, masalan, har xil shaklda. Bu endi bir qarasa nihoyat oddiydek, shundoq hozirlam odamlar shu mashhad nashaga o'zlariniki yasab olgan aeroplanda uchib berib nima qildigan 4-5 dvigatellik motorli qanotli narsalarni yasadi xabarlar bo'lishi mumkin. Bundaq narsalarning bir qatnash holatiga kelish ehtimolligi bormi hozir? Uningdan bir xabarlar bormi? Uni sinaq qilib uzun bo'lib ketdi. Uchadigan taksi degan mashina bor masalan. O'zini kirinchi mashina o'xshaydi. Shu odatdagi mashinalarni to'xtatadigan yerga to'xtatgan bo'ladi, lekin u birdan keyin biroz kichik qanotlarini chiqarib uchib mangadigan mashinalarda. Buni amaliyotda meniki ayolim Amongul 1990-yillari men doktorlik o'qiyotgan vaqtida ashundaq mashinani yasayotgan bir odamning shirkatida pidoy bo'lib ishlagan. Qanday bekaga. Nima ish qilsangiz, xizmat tajribasiga ega bo'lish uchun. U odamning shirkati shu men burun tug'an uyga yaqinda.
shu chog'da yasashni boshlagan u mashinaki 4 motori bor, kichik motordan. Ani undaq narsalarga talab pek yuqori ekan. Odam osmonga chiqib bir chataq chiqib ketsa bo'lmaydigan bo'lgan ekan. Uni bekchiq ishga ekan, shu joyda yasash boshlagan keyin men u mashinani aslida bitirib bo'lib, Amerikaning Las Vegas degan ximma shahrida taksi qilib ishlatadiganga sinaq etibdi degan xabarni ko'rgan. Men uni keyin yozib qo'ygandim. Hozirgi ahvoli qanday bilmayman. Lekin bu jihatda nurg'un mablag' solindi. Mablag' sag'alsatli shaxsiylar. Bu Yaponiyadan mablag' sag'alib ko'p. Nima qilsangiz Yaponiyada ya kichik odam zich bir yerdan ya bir shunaqa tas. Işte boshqa yo'lda bo'lmay osmonda olsa chiq oson bo'lgan boshqa bilan nurg'un pul solgan shaxsiylarni. Şu hozir altını bilmayman, lekin bu jihatda ishlarni ko'p. Hozir yaqinda Sabetin degan kichik to'rttalchaqligi va mashinalar uchirgan narsalar. Hozir chavakchilib yomon nim qilib ketdi. Bir o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi? Hozir naq maydondan bir qarab baqsiz. Yoki burunqi qo'ngan mashinalarningki qalbisini deyishyapman. Shu burunqiniki qalbisi ekan. Ha, tamam. Qarag'anchalik burunqini qalbisi taqib. So'zlarni kesib o'tib qoldimi? Yo'q, hech vaqt yo'q. Naq maydondan nim qilib qolmaydi deb. Shunga o'ldi to'rtchaqlarlik kichik mashinaniki-mi? Bir odamni bir yerda yemberga tushiydigan shoför yo'q. Taksi qilib ishlatishni allaqachon planlab qo'ygan buni. Buni hozir o'tirib qalbiga oladi. Bu qanday narsa desangiz, siz mesela mashinada o'tirman desangiz, mashina uchib keldi uyingizdan oldiga. Siz chiqib shu yanfonga adresini kirib qo'ysangiz, mashinangizni olib qo'ydi uyga. Faqat bir odam chiqadi unga. U narsani sanab qoldim, uzun vaqtlar bo'ldi hozir. Shoför yo'q. Ehtimol shoför yo'q. Üzülmamdı. U endi meningki asosan so'rmoqchi bo'lganim bir yaqinqi zamonda biz o'ylab ketkichi bir ashundaq shaxsiy taksilar bo'lamdi. Mening bek uchpaqim bor osmonda-ku. Ay, siz ketkichi emas. Mening farzimcha yine 5-yilda bu narsa amalga oshib, bu da taraqqiyot etmoqdasiz. Ya'ni osmonda o'zimiz xohlab bir o'sha yerdan bu yerga bir uchib berib boqsaq deyman-da, endi o'zimiz rolni o'zimiz boshqarib. To'g'ri. Yine 5 yil qolmay bu puldi. İnşallah. İnşallah. Nikidalıktan şoför yok. Taksi maşını mesela Tesla şunu kıvatıdı hazır. Onundan havadiksi biraz bexatarımı deymen de hem de hava. Bexatarı zaten menimce okşap kılış mümkün. Havadiksi bexatar kılış mümkün. Ama aeroplan bilen yer yüzündeki katlaşlar işte acaba aeroplan bexatarlık hazır kadar boğan ahvaldı. Statistikada aeroplan bexatarlığı 7 mingdan narsalar qaragancha. Kunda necha mashina so'qishib turdi, ammo kunda necha aeroplan so'qishib ketmaydi. Aeroplan necha yilda bir narsa uchib ketadi aeroplan. Kunda emas. To'g'ri. İnşallah men ham da shunaqa o'zimni kichkimdan bir umidim bor. Shuning uchun men bir shaxsiy savolni so'rab olgan bo'ldim. Ondan keyin bir qarindishimiz so'rabdi, Chingiz Aytmatovning bir asri boti asrdan uzoq bir kun deydigan deydi. Shu asrda buningdan taxminan 50-60 yil burun tashqi planet odamlarining yer shari odamlari bilan aloqa qilishga uringanligi. Biroq shu chaqdagi Amerika va Rossiya hukumatı aloqa qilishni qattiq cheklaganligi bayon qiladi. Bu gaplar to'qilmimi yoki bir asosi bormi? Yani Amerika ve Rusya bunu bir to'sab davlatdan aralashib bunday bir nima qilgan. Buning asl mohiyati qanday deb so'rabdi. Bu menimcha o'pitlar to'qilma. Sababi nima desangiz, hozir NASA intayincha pul xarjlab tashqi planetalar bilan aloqa qilishish, ularni tepish, aloqa qilishish, ular bilan uchur almashtirish yo'lda tirishmoqda. Agar o tashqi planetalardan bizga bir uchur kelgan bo'lsa, tashqi planeta odamlardan jonliqlardan masalan, uni yushirib qo'yishning hech qanday zaruriyati yo'q. Shunga shu siz tilg'agan shakldagi to'qilma gaplar intayin ko'p. Maxsus shu ishni qiladigan torbatlar bor xalqarada. Yolg'on narsani chiqaradigan. U shuni bir sabab tushunaman men.
Nima qilsangiz hozir bizningki biz qo'rqqan ishda ishlab chiqqan ahvol nima desangiz tashqi planlardan birini tekshirishga $500 million pul ketadi ekan. Şuna bundakça bunu haşlap yerden bir alaq kelgan bo'lsa, uni yushirib qo'yishdan hojat yo'q, zurriyat yo'qda. Hozir ma'lumotga qarab boqaylik mana. Bo'ldi. Ikkinchi qolgan narsaga. Bo'ldi. Mayli sizlar ozoda shaklda qarab nim qilaversizlar. Faqat vaqtlari so'z qilishga yetsa, men bu yerdan zot naq maydondan shu siz ko'rayotgan naq maydonni, sizning ishxonaning naq maydonini beryapman ekranda. Bo'ldi. So'zni men sizga qo'yaverman, siz o'zlar qolgan vaqt so'zlab qolgan vaqt. Men ham muvaffaq yerlarni tushuntirib qo'yay. Bo'ldi. Lekin qarindoshlarning savollari xili ko'p amma. Station Insight Systems on Insight Core. DSN has lost the X-band signal from Insight, indicated expected cruise stage separation. Standing by for UHF signal acquisition via Marco or Radio Science. Hozir kelgan signalda Mars ketayotgan olam shukuriniki birinchi qatimliq ikki qismni ajrash, ikki qismini ajratish, bir-birini ajratish bosqichi qismi muvaffaq o'rinlandi degan uchur ketdi. Yaqin kelib qopti-da. Antenani ajratish qismi muvaffaq bo'ldi degan uchur ketdi. U qanchalik qolgan vaqtida qilinish kerakdi u? Yine ish qilib, yine bir 10-20 minutlik vaqtning oldida bo'ldi g'ash. Uning orliqi o'lchanamdi normal. Marsga qanchalik orliq qolganda u nima ajrab chiqadi? Bu chog'da vaqtni o'lchaydi deb o'ylayman. Kilometr o'lchamaydi. Hozir olam shukri o'zini Marsning atmosferaga kirishga to'g'ri deydi. Mars atmosferasi bilan Yer shari atmosferasi o'xshamdi? Yo'q, Mars atmosfera Yer sharining ora 10% ga to'g'ri keldi. Nasıl Yer sharining afzalliklari jiq ekan, ha? Shundoq. Bu ajoyib bir planeta. Ben yana bir qitim so'rayman, shu yer sharining atrofidagi kunduz masalasini yer sharining tubiga cho'g'lab qurashtirib berilganlik nimasini anglab men shu yerda ajoyib hayron qoldim. Shu ajoyib bir shunchalik bir xosiyatli planeta. Hozir men videoda diqqat qilim. Bu issiqlikni to'sadigan bu atmosfera bilan surkiladigan taqsimni tushuntiryapti mana. Standing by. Yes, exciting. Shu mashinani kuyib ketmaslik uchun o taksini oldin issiqlikqa qarshi turishga yasab chiqqan narsami? Shundoq, qushliq darajasi, u odam pek ismim ketmaydigan, pek asılmamaydigan qilib loyihalangan. Muallif qilmish taksi bo'yicha atmosferaga kirgan chog'da shu taksininki yuzining temperaturasi 1000 Selsiy gradus bo'ldi ekan. Issiqlikmi? Issiqlik. Unda o'g'anda u odam ichqidigan shu qolib qolsa u 1000 Selsiyni saqlab qolgandek bir tashqi qop bilan ichqidi ekanda. Shundoq. Ishiga to'nglatqib bekitadigan gapda u vaqtda. Atmosferaga kirish vaqti bizning vaqtimiz 11dan 47 minut o'tganga to'g'rinib ekan. Hozir 11dan 50 minut o'tdi. 10 minutlik vaqt o'tdi hozir.
events that took place in Reggie Science reports dropping carrier power as expected. Marco A and Marco B have telemetry. Çabakçılığı da herhalde. Hazır avu They are doing their job. alamışkın asaslık bedeni bilen avu asaslık bedeni bilen paraşüt arığa olsaydı. Az biz yetmediğince kirip optimiz. Hazır alaq üzülüdü disler. Şu hazır yettiğimizin içinde kemiz biz hazır. Alaqımız üzülüp qalğan 7 minut. Telemetry via the Marco relay. Alımlarda muş vaqtda jiddiyleşiş kayfiyatlari bo'lamdi Oy bombay talep yetidi. Ama çıkışı yedikiler. We watch the data flowing onto their screens as if they're commuting This directly. data will provide detailed information about the state of the spacecraft throughout EDL. We were on pins and needles waiting for that because we weren't really sure. This is wonderful news. This will allow us to get some. If this continues working all the way to the ground and beyond, we might even see a first picture from the surface of Mars. Wouldn't that be great? Hazır avu Atmospheric Mars'ın entry üstüne on konuğandı Mars. keyinki birinci resimni kötü algan ayda az kaldı deydi. Ang halqılıq vaqtga kiribdik da hazır. Doğru. So in a few seconds, the vehicle will start sensing the atmosphere. I see 22 kilometers from the center of Mars, and it's going to start to slow down. Hazır Very, Mars'ın very yüzüge 22 kilometrden 35 kilometrga çıkarlık kaptı. Hazır qaletning o'zida nima hech narsa ko'rinmamdi. Ya'ni bularning ikkiran. Yakınmaydı. Alqı teşbek ısı kaldırmış o. Şu kameranı açmaydı ki bunda vakit. Bizning programmamiz keyin qolmaganda qarindoshlar izotibdi, qonab bo'ldi deb. Ya'ni keyingi beryapamdi yoki chunki shu nimaning NASAning o'zininki naq maydon nimasidan taqib o'taman men. Reggie Science reports plasma blackout as expected. Sizda mushalat bormi hozir ham maydon saqlab o'tgan? InSight telemetry via Marco. Marco Alpha has carrier. InSight should now be experiencing the peak heating rate. Portions of the heat shield may reach nearly Hazır 3,000 alamışkı en kısıp ketken vakit doğru geldi deydi. Hazır alık ısılıkını tutup durduğun taksindeki temperatürüsü 3000 Celsius graduska bağlan buluş mümkün. U erib ketib qolsa chataq chiqadi yana. Hazır amelen ciddileşmedi. Through peak deceleration, telemetry shows the spacecraft saw about 8 G. Terörlük 7 minut degenmiş şu bana. Reggie Science reports carrier detected. Alem boşluğundan bakende bu terör. InSight is now traveling at a velocity of Avu nime alamış kırı neke selamet hikayeli haberi geldi dedi. Şun çalışal diye haberden işte. Yani bu işxanda o'tirib hozir naq maydonda o'tag'ilning hamiz dunyodagi eng aqlli odamlarmi? Shunatsak bo'lamdi. Kontrol qilish markazining odamlari. Xizmat taqsimot o'xshash emas.
To'g'ri, xizmat. Bu parashyutniki diametri 12 metr ekan. Normal parashyutlar o'xshash ekan asosan. To'g'ri. Mashinaning cho'ngliqi bilan uni nima qilib boqlamoq. Mashinaniki diametri uncha cho'ng emas. Uni 2 metrda keladi. Observing signals consistent with parachute deploy. Marco Alpha, Marco Bravo, maintain lock status. Bu parashyut muvaffaqiyatli echilibdi. Radar powered on. Uni qayerdan bildi bular? Shu signalni ma'lum qilib hozirmi? Faqat signal nima? Radar echilibdi hozir. Signal mandirgan radar. Radar activation, where the radar is beginning to search for the ground. Once the radar locks on the ground, an InSight is about 1 kilometer above the surface. The lander will separate from the gas shell and begin terminal descent using its 12 descent engines. Bu Alamuşkur'da tezlikni asıltılgan küçük motordan 12'si var ki. Hazır hem şul aşkı düşüyor ki. O tətü çöylədiğən motorlar ekende? Yaqılqı nime Alamuşkur'u Mars'ın yüzü qarab ketvatdı. Bu motorlar Alamuşkur'u qarşı qarşı inişki iştirdi. Şu arqılıq sürətini asıltdı. Standing by for lander separation. Yerge konuptu maşına. Ayağına emasken konmaptı. Endi yerge konduğun asası bedeni bilen paraşüt ayrıldı deydi. Yine 600 metre kaldı. 600 metre. 300 metre. 60 meters. 200 metre. 50 meters. Constant velocity. 37 meters. 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. 17 metre hazır düşüşte oldu. Touchdown confirmed. İnsanlarınki Allah bergen akıldan faydalanıp kıygan muvaffaqiyetleri. Ben mi hoş oldum hazır hakikaten. İnsanlar faydalı kişi olsa emmeden hoş oldu he. This never gets old. No, it doesn't, Rob. Control room just erupted. Ben mi yalğız hazır çıkanda. Özüm bile özüm hoşu buldum. Fakat şikayetli var. Ama bek hayacanlık oldu ki Raslan. Nasıl hayacanlık oldu ki? Ular qanchalik hayacanlanib ketayotganda ama Şu bu degan net yıllık iş emas mı? Asli bu maşinni 2016 yılı qo'yib bermoqchi bo'lgan. Marsga chiqardigan narsalarni 2 yil ichida 2 yilda bir qatim Mars bilan yasharib kundan keyin o'xshash tarafga o'tadi. Shunga Marsga chiqardigan narsalarni shu qatim chiqarish kerak endi. Shunga oldin qatim 2016 yili chiqarmoqchi bo'lgan bu mashinani chiqarishga bir necha qolgan chog'da bir masala bayqilib shunga mondiramay qolgan. Her 2 yılda 2 ay vaqt var. 2 ay vaqtın içinde yaşadığın mandıratmışsa Mars'a. O yerge Mars'la yaşayan aralığı uzak gidiyordu. Şu an 2016 yılı bulmayı, 2018 yılı 2 yıldan ki kaydı yeniden mandı. Endi mandı da bunu. Şu an bu degen ait bu nurgun yıllar gidiyordan kuruluş olgandaki
muvaffaqiyatli bo'lsa, hammadan hayajonlantirdi g'ayri shu. Ham nurg'un pul ketadi, deysizlar. Albatta. Bundaq muvaffaqiyatlik xizmatlar bu endi yer shari xarakterlik eng cho'ng muvaffaqiyatlar bu endi. Buning mukofoti bormi? İdaretin. Bununki mukofotları bor. Ben o'tganda men ishlayotgan Alam teleskopiniki bir qadam bosqichiniki muvaffaq tamomlaganligi uchun bergan bir mukofotni rasmini chiqarib qo'ydim Facebookga. Shunda qanday nurg'un bosqichlar bor. Har bir bosqich muvaffaqiyatli tamomlaganda shu ishlaganlarga mukofot beradi. Endi qolgan mukofot maoshdan keladigan asosiy mukofot. Aziz qarindoshlar, bu Insight degan bu Marsni tekshirish mashinasi Marsga hozir qo'ndi. 1 minut oldu, 2 minut. Yani necha yillik xizmatdan keyin NASA'ningki hozir endi muvaffaqiyatli qo'nib, hozir NASA'ning butun xizmatchilari va NASA'ning xizmatchilaridan biri bo'lgan bizningki doktorimiz, olimimiz Erkin Sidiq efendim bilan birga bilan qo'sh olduk. Hayajonlandik inshaalloh. Buni endi hozir biroz naq maydon ko'rstamdi yoki qanday? Unda bir plan bormi yo'qmi? Ko'rsatdi, naq maydon ko'rsatdi. O Android kamerani ochdi. Bu Marsdan mangdugan signal yer shariga 8 minut aran keldi. Şuna Android kelishga saltirib kelishga boshlash mumkin. Uni hozir qilmish odamlar qilamdi yoki boshqa ishxona? Mishay keldi signallar. Mishay keldi. Kim mishaydan tarqish boshlaydi. Ama ben qarasam bularning hammasida %99 ishonchi bordek qildi. Ishni bek puxta qilgandek. Hozir endi yer shariga muvaffaqiyatli qo'ndi degan uchur kelganligi uchun bu bir Marsga muvaffaqiyatli qo'ndi deganligi uchun endi bu qurilish muvaffaqiyatli bo'ldi degan gapda. Hozir birinchi rasmiy keldi deydi, qani ko'rib boqaylik. Bir qarindishimiz so'rabdi ekan, Marsning rasmlarini o'vatamdi deb. Hozir o'vatdi, hozir bir kaptor rasm kaptor hozir. Figure out, is this a good space? Exactly. Is it a good place to put down our instruments? So it is going to take an image and send that image to the Marcos. The Marcos in turn will relay it back down to Earth. That's correct. They got it. Oh, now let's just wait. Let's see what they saw. There it is. Birinchi suratni ko'rdik. Surat keldi deydi hozir. Birinchi surat ko'rindi. Aynan shu surat. Bu nima ekan? Shu Marsdagi yuzi. Bir sepkillik bir narsa ko'rinyapti. Shu o'sha tash bo'lishi mumkin ha. Mening yuzimda sepkin bordi kichik vaqtimda shunga. Kamera açıp to'g'rilib planmagandek turadi. Bu yuqorisidan tortilgan narsa qildi u. Yuqoridan. Shunda bular hozir mashina yerga qo'nuqliq. Ashta vaqtda bo'lganda shu Marsning yuziga qarab turayotgan bir kamera bor, shu yerdan qarasam. Yoki bu bu jiroqdan tatgan Marsning ko'rinishimi? Bu Mars jumlaq turdi, shuning qarasa. Shu Mars tushayotgan vaqtdagi ko'rinish o'xshaydi-ku. Balkim. Mars tushayotgan ko'rinishini saqlab olib keyin vatib turadigan bir ish bormi? Balki o'xshaydi, Ya sizlar bir anglab baqsizlar nima deydi? Yeah, but it looks like there's not a lot of rocks in the field of view, but those dots you see there are very likely to be dust particles on the lens, the dust cover, which will be removed. And we'll get another shot later on. Yes. Topşan zerrecileri deydi. Bulan ikin resimden çıkır etimiz deydi. Might have been lucky enough to capture the descent of this InSight lander under its parachute. While this is going on, MRO is flying overhead, recording the data. Keyin programmamizni ko'rayotgan qarindoshlar vakil uchqichi necha yoshda u bu debdi. Uchqichi yo'q-ku buningda. Bu faqat mashina. Yo'q. Buning uchqichi yo'q. Hozir bu InSight degan InSight ko'tarib mangan
MRO degan yana bir alamushqur bor. U Marsni orbitlab aylandigan. U jiroqdan shu mashinani suratga olibdi, videoga olibdi. U videolarni ipini taqdimiz deydi. Ve ko'ngillik bo'ldi ekan, ha? Ko'ngillik bo'ldi ekan, ammo shu amli narsadan ko'raman qoldi. Nasıl ekilip yo kayalarını açmış gibi kullanmak da oylanan bu yalan. Ağzıyla signal yaptı. Signal geldi diyen gap, normal işler atıdı diyen gap şu hala koşup etke yarışıyor. How well it went, it certainly looked like it was a very... Bunun inçkilik derecesi pek inçki mi mesela? Mesela her bir harflerden tartıp hemen orunlaştırıştı pek inçki ölçep kıldığında bu ne? Aslında bununki hazır bizim alan teleskop yasavatımız. Onunki kütüp çıkış cereyanı kurduğun bolsanız adam tasavvur kılıb olmayacağın derecede intayın inişki kadar basmışan öz çıkardı. Küçükken hatalı kurulup kalsa nesli doğuludu. Şimdi yamayeri bu nesle asmanga çıkıldığın nesli başka bir nesli doğulup kalsa bir adam keşke berip remut kıldığın işinde işte kıl olmaydı. Şuna hem işini yeryüzüde şunçilik puhta kılıp anike malındırış gerek. Bu alam uçkuşları ne raketa kütürep çıkılan kavatıda ikki narsa yuz berdi. Birisi alam uçkuri intayin qattiq qisilgan. Raketa ketayotgan vaqtda ikkinchisi qizib ketadi intayin. Boshqa bu narsalarni raketaga qachilab osmonga qaratib mo'ndirishdan burun bizni shu mishada yer yuzida qattiq silkiydigan mashinalar bor. U alam uçkurini shu silkiydigan mashinani ustiga qo'yib turib intayin qattiq silkiydi. Anikin yemir öy var, o öyde temperatürünün 100 gradus'tak özgürlük oldu. Onu birden sıkılıp, birden soğuk kılıp, şu jarayonda birer yeri işlemez bu kalandı bunu katısın hani ötküzüldü. İşte hemen yeryüzünde kıvılıp, anadakin şu asmanga çıkıcı boğan arasındaki muhitka bertlaş biraylığı cezimleşkenden keyin anadakin asman qarab atıdı bunu. Bu mesela yolu buzulup kalsa bütün kalan şüphega olgan gibi. Ondan burunmu da bir vaka olgan. Bir şu alem kemisideki bir tal venta. Ventiniki çok küçüklüğü hata olup kalıp şu sebepten bir alem kemisi çıkıp ketken yani. O NASA'da mahsus işte bir mesele olsa şu meseleyi sebebini teşhirdiğin ait mükemmel bir sistem var. Ahırda bu meseleyi şu bir tal venteden çıkardığı baykalgan. Bu jet intayın bir mürekkep cereyan. Qaraganda bu resmi ko'rinishlarni salturib ko'radigan şeyimiz bu. Makromellar yer qoldi qachon. Şunu mishati to'xtatib, bu keyincha videolar chiqib, bilan chiqib olgan chaqda yine tushundirish tegishli yerlar bo'lib qolsa, yine ikkimiz bir suhbat o'tkazib, shu to'g'ridan qayta tushuntirib bersak qanday deysiz? Bo'ladi, ammo men programmani hozir to'xtatsam, menga nim bo'ladi? Masalan, meniki sistemni qayta nim qilishim lozim. Agar siz nim qilsa, sizning ishlar olib qolib qolsa, uzitib tursam bo'ldi. Olmasa hozir naq maydonni men biraz uzatishga majbur hozir. Bo'ldi, turaversin. Menikidan turaversin, mayli, men hozir
başka şunu kılıp adı keyin Ama suallar bor lekin suallarni so'rayman. Savol olsa so'raman. Masalan, bu bir qarindishimiz yozibdi, bu 8-chi mashina ekan deb yozibdi. Bu to'g'rimi? Marsga tushgan 8-chi mashina. 8-ci sabaqaya Pathfinder anadaki Pathfinder kadar ikisi yakında azraq bo'lishi mumkin. Meniki burun muvaffaqiyatli qo'nganlardan Mars qo'nganlardan muvaffaqiyatli qo'nganlardan 4 mashina vardı. Benim bilishimcha, ma 5-inchisi. Xo'sh, men bu burun savol so'ragan qarindoshlarning savollari biroz ustiga chiqib qolibdi, men qarab. Bu mesela bu Yetken. Aşkımızın digin to'g'rashaydi. Burun qisiyatda ma'u 8-inchisi ekan. Mesela Qaysar Hasan degan qarindishimiz shuna deb yozibdi 8-chi mashina. 8-inchisi digin to'g'ri ekan. Demak, Buniki ba'zilari Ruslanga o'xshaydi. Uni hisob qilmadik. Ruslanni o'qidi. Şu Amerikanikini men. Amerikanikini 5-inchisi deb o'ylagandim. Şu ba'zilar Ruslaniki. Aras o iliq Rusning, Xitoyning yo Amerikaning deb manda bir-biriga cheklim qo'ydigan ishlar bo'ladimi? Yo'qmi? O yo'q, uni cheklim qo'ymaydi hozir. Kimlik kuchaysa qonsi bo'ldi. Şu Amerikaniki 5-inchisiga to'g'ri ekan. Qolganlari nimeniki ekan, Ruslaniki. Buna o'g'anda xili jiq ilgillash bor degan gapda hamda bu agar To'g'ri. hammani. Ularning o'zaro manda iltifot qilib bir nima almashtiradigan, texnika almashtiradigan ishlar bo'ladimi? Yo'qmi? O jet hamkorlik chiq. Xalqaro ko'p hamkorlashadi bu narsalarda. Yevropa alam texnikasi idarasida ularla munosabat hamkorlashadi. Xalqaro alam punktida Ruslar bilan Rus Amerika qatorliq 6 o'rin hamkorlashadi. Bu ishlarda hamkorlashishni ko'p nima qilsangiz, bu ishlarda iqtisodiy manfaat uncha zo'r emas. Asosan kainotga bo'lgan tushunchani oshirish boshqa ko'p o'rinlar hamkorlashish ahvolda ko'p. Boshqa joylarniki, boshqa davlatlarniki olamni tashvilish ishlariga NASA cho'qim qatnashadi, hammasiniki degandek yerdan qilgan yerlar yerdan qilib. Ya'ni bu mashinaningki qaytib tushimdiganda aşağıda qalamdiganda. Bu qaytib tushmaydi ukan. O qaytib tushadigan planlar ikkinchi bor. Ularga sample return deydi, Marsga berib Marsning yuzidan bir qism modullarni elib qaytib tushadigan. Hozirdan qapaqmaydi, hozirda chiqamashlar ham shu turib qoldi. Aşağıda qirib bo'lib ketadi, aşağıda uzun muddat. Nima ashtaqlar ukan, men ishlasam bo'lmaydi. Agar qiziqarli narsa chiqib qolsa, men yine ishlardan ayrim bir suhbat kesakmi bo'ldi. Bo'ldi. Unda bo'lsa, men hozir sizning nimangizni uzatib qilganini biroz saqlab boqay. Bo'ldi. Agar nima bo'lib qolsa, men yana telefon qilishim mumkin. Bo'ldi. Sizlarga xabar qilinamsa. Rahmat sizlarga. Ko'p vaqtlarni oldik. Qarindoshlar, har qo'shonlarga omonat. Bo'ldi, hozirlikcha Allohga omonat. Aziz qarindoshlar, fan texnika bizningki da'vo qilayotgan da'volarimizdan birisi taraqqiy qilish, fan texnik egallash, kuchlanish, osmonga chiqish, oyga chiqish, boshqa planetlarga sayr qilish degandek masalalarga bizning Uyg'ur xalqi, Sharq Turkistonliklar ajoyib burundan qiziqib kelgan. Asosan bu astronomiya ilmiga qiziqadiganlar intayin ko'p aslında bizda.
bizningki musulmonlik suhbati bilan astronomiya bilan nihoyatda zich aloqador bizningki dinimiz Qur'oni Karim va hadislar. Shuning uchun nurg'un qarindoshlarimizni qiziqtirdi. Shuning uchun bugungi bu Insight degan tekshirish mashinasiniki Marsga naq maydon qo'nganlik harakatini naq maydondan beraylaydigan maqsadda NASA'ningki naq maydon taqitish kanalini bizningki Uyg'ur qarindoshlik studiyasining kanaliga bog'lab naq maydondan taqatdik va buni o'z ahlininki tushuntirib berish uchun bizningki NASA'da ishlayotgan shu yerda uzun yildan beri tadqiqot xizmat qilayotgan doktorimiz Erkin Sidiq apandim bilan birga bu suhbatni ilib bordik. Erkin Sidiq apandim bizga bugungi bu ahvollarni o'zininki bilginining yetishicha bizga nihoyat yaxshi tushuntirib berdi. Qarindoshlarningki so'ragan savollariga yaxshi javob bergan bo'ldi. Inshaalloh men yana biroz saqlab boqaman. Chunki Insight yana boshqa rasmlarni o'rgatamdi, boshqa mashg'ulotlarni qilamdi. Bunun qarab boqamiz. Agar unda avvallar bo'lib qolsa biroz programmani yana 5-10 minut uzartishimiz mumkin. Agar bo'lmay qolib qolsa programmani bu yerda oyoqlashtirsam bo'ldi, yana bir qancha minutlardan keyin. Agar buning munosabatlik so'z qilishni, fikr qatnashtirishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Hozirning o'zida e'longa kirdi. Naq maydon taqitishdan. Balkim bundan keyin qandaq bir narsani berdi naq maydonda uni men bilmayman. Ammo bunga munosabatlik fikr, savol va yoki taklif bo'lsa, so'z qilishni xohlagan qarindoshlar bo'lsa, naq maydon ekrandagi nomerimizga telefon qilsanglar, bir qancha minut ichida telefoningni ilib naq maydonga suhbat qatalaysizlar. Men doktor Erkin Sidiq apandimga tekrar telefon qilib sizlarning savollaringizni yana so'rashga tirishib boqaman. Avval qarab bu programmani güzelce oxirlashtirishga tirishimiz aziz qarindoshlar. About a space mission. I'm so happy I came because now I understand what you're doing. I understand why it's important, and I'm really excited. You kind of imagine how it looks, but seeing it in person actually puts it in perspective. She was able to explain a lot of what happens, the cameras, what goes into the ground. It's a great exhibit, you know, both for myself and also for kids that want to learn about Mars. Okay, we want you to meet another Mars veteran here at JPL, our director, Mike Watkins. You were a mission manager for Curiosity. Absolutely. I think this is the 5th Mars mission I've worked on. Really? 5th Mars lander. So maybe we're getting the hang of it finally. Does it ever get better? I mean, does it get old? It's always the same? No, it doesn't. I mean, I think we're just as nervous every time. I mean, the whole landing sequence, and it's just such a crazy time. And you know, we can't do anything. It's this feeling of helplessness, right? Because the spacecraft's on its own, and everything we could do, we did a day ago. And so I think you just always have that nervousness. But, you know, we have confidence in the team. We have confidence in the engineers and scientists that they did everything that they could do. And you have to put it in their hands. Our 8th successful landing. So we learn from this. We learn a lot more. We do it better the next time, pretty much. Absolutely. And you know, we have had one failure. We learned from the failures too. So in fact, we learned from all the failures from all the missions, even if they're not JPL missions or missions. Each one of them tells you a little something, an extra test you should do, an extra thing you should guard against, you know, in the Mars atmosphere or on touchdown. And so we've learned from all of these, and luckily we've recently been very successful. And we're always trying something new. We're always trying to learn something new. We had a situation this time. Odyssey couldn't be in place to give us bent pipe communications. And so Mark came about. The Marco is just an incredible success story. You know, exactly as you said, we couldn't have Mars Odyssey do the real-time bent pipe for the EDL events. We would have had to wait a couple of hours and have the replay from Mars Reconnaissance Orbiter.
So we embarked on this kind of crazy idea to build these two little CubeSats, and CubeSats are something that high school kids can build these days. But they go up and they go around the Earth. They go around the Earth. Right. These are the first interplanetary CubeSats. First time we've ever seen CubeSats outside the Earth's orbit. And their sole purpose was to do the relay. So they had this very cool X-band planar flat antenna there, and they relayed the UHF signals in real time for us. And it was just amazing. It's built by a lot of early career folks here at JPL with a little bit of adult supervision. But no, the engineers, they just did a fantastic job on Marco. It exceeded all of our wildest expectations. They worked perfectly. We built two because we thought maybe one will get there. They both got there. They both worked. It's just a great tribute to the Marco team. You saw them in there. They had their special black shirts. Just a fantastic thing. And not only did it work for this mission, but I think it opens up the door for more small missions like that. We could actually put cameras on them, and other instruments on them. They're much less expensive. So there's, I think, a whole new door. We just opened a door to a new class of planetary science, thanks to the Marcos. And so for the CubeSats, they were just made with off-the-shelf parts. Some combination of off-the-shelf parts and some new stuff that we did. We had to build a special radio, of course, because it has to talk to the Deep Space Network. The antennas are a little bit new technology, but a lot of the stuff is pretty standard stuff that you could replicate at much lower cost. So what do you think in terms of the future, that other missions will be carrying their own relays and not having to depend on a bent pipe from a orbiter? They might carry relays. They might actually carry scientific instrumentation. They can do more than just do relay. They can actually take pictures. They could do spectrometry. They could do lots of other stuff that we'd like to do with orbiters. And so there's a chance we could send them to Venus. We could send them to asteroids. We could send them to Mars. I mean, there's lots of stuff we can do, and I think we're just learning the capability of what we can miniaturize and what we can put on these CubeSats. But this is a great, great first effort. Absolutely. Well, we have one question for you. It's a social media question from George K, age 9, from the UK. How long did it take to plan and build this mission, InSight? Well, that's a great question. So I have two answers to that. Okay. InSight itself, typically our missions take from the time we start the mission to the time we launch it. It's about 4 to 5 years. In the case of InSight, two things happen, one to our advantage and one not to our advantage. The first is we had a lot of heritage from a mission called Phoenix. So a lot of the design work had already been done because it was done for this mission Phoenix, and even before that for Mars Polar Lander. So a lot of the basic design we kind of inherited for this mission. On the other hand, we had a little bit of bad luck in that the instruments, the seismometer is so unbelievably precise. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 5 ay burun 7 ay burun qo'yib berilgan InSight degan bu Marsni tekshirish mashinasi birazdan oldida naq maydonda Marsga sog' salomat qo'ngan bo'ldi. Hammalar hayajon bilan ko'rdik. Allah'ım razı olsun. Doktor Erkin Istak efendimge bir kıtım rahmet etime. İnşallah yana müşündak alem şumul xemele yer şarı karakterli çoğun mesele. Bu olsa her zaman biz nek meydandan ullap dağıt çıkıp derişimiz inşallah. Bugünlük xebrimiz müşahici bop olsa Allah kalsın bir kıtımlık sohbette ikiranda sizler bilen uçuşqa biz intizarımız hemen Allah'a tapşırdım. Allah'a emanet. Hem bəhrləş, taqtiş, təxim köp qarindaşlarını bu hayacandan ulağın vəsilə buluş sizlərə qaldı inşallah. Hər zaman söhbətlərimizni, proqramlarımızı təxim köp qarindaşlarımızğa taqtişqa səbəbçi buluşunlarını ümid qılım. Assalamu aleykum.